Birlamchi bepushtlik 11 yil diagnoz qo'yilgan. 2 marta ekoprogrammaga olindik, lekin hech qanaqa natija olmaganmiz. Bu yergacha kelguncha juda ham ko'p joylarga bordik, murojaat qildik, hattoki ekosentrlarga ham uchraganmiz. Umidlarimiz so'nib, endi orqaga chekinamiz deb turganda alhamdulillah qilganlaridan Alloh duch qildi. Bu patsientimiz bizani eko patsientkamiz. Bizga kelgunlarigacha hujayralar zaxirasi ko'p bo'lgan, lekin embrion hosil bo'lmagan. Bunaqa tayyorgarchilik hech qaysi doktorda ko'rmagandim. Avvalambor ayol salomatligiga e'tibor berishlar juda ham menga yoqdi. Birinchi sizni salomatligingiz tiklab joyiga qo'yib, keyin sizni ekoprogrammaga tayyorlashar ekan. Bizda demak integrativ tayyorgarlikni ko'rib, check-uplardan o'tkazib, puxta tayyorgarlik ko'rdik va bularda уже hujayra zaxirasi juda ham pasayib ketganda nakopitsioner programmada 3 dan 6 folikul yig'ishga muvaffaq bo'ldik va 2 embrion berdilar. 11 yil kutilgan homiladorligimiz bu oilamizga ham nasib qildi, alhamdulillah. Men ajr savoblaridan bekami ko'z bersin. Man kabi shunaqangi ayollarga baxt beryapsiz, umid beryapsiz. Rahmat sizga. Avvalambor Alloh va sizlar sabab sizlarga rahmat sizlarga.